Qara Uyg'urlar 2. bölümü. Bahar fəslinin illiq havası Cənvə şəhərdəki biğam xalqqa özgücə rahat bəxş etib atqan günlərinin birində bu şəhərdəki bir danlıq 5 yıldızlıq mehmanxanada yüz bergan qanlıq vaqe Cənnətnin mərkəzi atılğan şəhər ahalisini qatıq çökütdü. Şəhər mərkəziga joylashgan odatda dunyoning boylari doim oyoq besib turadigan bir mehmonxonaning atrofi saqchi bilan liq to'lgan edi. Mehmonxonaning 5-qavatidagi bir katta uyda qizil galstukiga isib o'ltirilgan bir qip-yalang'och jasad bayqalgan edi. Kishini hayron qoldirdig'ini bu jasad to'g'risidagi oltin rangli katta chiroqqa isib o'ltirilgan holatda bayqalgan bo'lib, qandaq insonning uni qila olganligi hammani hayron qoldirdi. Demakki qotil eng az 2 kishi. Bo'lmasa bu bodakni qandaqmi ko'tirib u yerga asolisin deb g'o'dirab qo'yadi ba'zilar. Soqchilarning dastlabki tekshirish natijasida o'lguchining o'zini Uyg'urlarning lideri atib olgan Van Katip ekanligi aniqlandi. Kütübedişte işleydiğen xadimlarının aytishicha, Van Katip bu mehmonxonaning doimliq mehmoni bo'lib, bir qancha kundan buyon u bu yotoqda bir Osiyo chiroy xonim bilan birga ekan. Hozir bu xonimning nada ekanligi noma'lum bo'lib chiqdi. Ularning aytishicha, Van Katip har qatim o'xshamaydigan ayollarni boshlab keladi ekan. Soqchilar mehmonxonaning bexatarlik kamerasidan Tünügün keş 2 qora tanli kishining bu yotoqqa kirganligini bayqabdi. Ular yo'g'ondan yo'g'on qora ko'zoynaklar taqib olgach, chiroyini tonish mumkin bo'lmadi. Ular yana bu yotoqdan bir yalang'och ayolning quyundek yugurib chiqib ketgan videosini bayqabdi. Kütübedishdagilarmi bir yalang'och ayolning aloqzoda holda talog'i o'zini otganligi ve eshik oldidagi taksilardan biriga o'zini etib g'oyib bo'lganligini hayronlik hissiyotlari bilan tasvirlab beribdi. Qora tanliklarning Van Katip bilan nima uchun bo'ldi? Ular zodi kimlar? Bu savollar soqchilarning beshini qotiribdi. Va bu ikki qora tanlik va haliqi yalang'och g'oyib bo'lgan ayol, Osiyo chiroy ayolni izlash ishiga kirishibdi. Gapxumor Uyg'urlar bo'lsa, tor-torlarda qizg'in talash-tortishlarga g'arq bo'ldi. Van Katip o'libdimi? Buni cho'qim Xitoy qilgan juma? Mana avay. U Xitoyning neniga yog' surkab berayotgan birisi tursa, Xitoy uni nima qo'ytasin? Voy isit. Uning bir to'p oshnisi ish pushiga tortilgan bo'lib qoldi-da. He. Germaniyada boshqalarning nomida setib olgan ishki oshxonasi endi shu saxta egillarning nomiga o'tib ketami? Turkiyada setib olgan o'ylarchi o'taga. Uyg'ur boylarini aldab setib olgan yep-yangi Mercedesni ayoli qismoq haydayolmay dod besib ketadigan bo'ldi-da. Est. Aslida xalqning nazaridan tushib, chukurik obyekti bo'lib qolgan qurultoyda yer tevribdi. Van Katipning atrofida parvonadek yaloq-yalab yurgan gumochtilari ommaning nazaridan o'zlarini qochirib yuradigan bo'lib qoldi. Hatto o'zlarining ishonchli odamlar telefon qilsa-mu va yoki el-xat yozsa-mu hech javob bermaydigan bo'lib. Van Katipning biror halokatga yo'liqishini va shu sababli bosh o'ringa o'ltirishni ko'zlab yuradigan Amerikadagi haliqi tuki yo'q sharafsizmi ün-tinsiz g'oyib bo'ldi. Demakki, hammasi bir chivinning o'limidan o'zlarining oqibatini ko'rib olgandek yurkib, bulung-bulunglarga kirishib ketgan ekan. Qurultoy degani shu qadar oson cho'kibdiki, hatto isbot uchun aloqa qilgan Janva soqchi doirlarimi puchur ta'minlaydigan biror odam topolmay, Germaniya soqchilaridan yordam talab qilishga majbur qoldi. Endi qora Uyg'urlarga kelsak, ular tashkillagan 5 kishilik zarbidarlar atritining 2 nafar a'zosi
Qabila topshirgan vazifani g'albalik o'rinlab o'z kentiga salomat qaytib ketdi. Ular kelib ertasi qabila boshlig'i alohida harakat gruppasi yig'ini chaqirib, tunji qadamning g'albalik besilganligini qutlaqlabdi va ikkinchi qadamlik vazifani ijro qilish planini muzokara qildi. Uzun o'tmayla zarbalar atritidan yana 2 kishi alohida vazifa uchun otlanibdi. Davomi bor. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib, ismimni yozsanglar bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi, ismi to'g'risi. Birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun mushaga jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'r betim, YouTube to'r betim ochildi. Va bunga diqqat qilsanglar, bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis Muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bunun başka temalarım aralışıp qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepish qulay bo'lish uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis Muallim bilan ishlagan videolarni mushaga jo'g'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davoman desanglar, bassanglar, oxiri chiqadi. Hammasi play all, ya'ni hammani qo'y deganini bassanglar, şu baştan tartib, şu birinci kısmını tartib hozirgacha ishlangan qismlari hamsi to'liq qo'yildi. Bundan boshqa bizning kanalimizda hani 240 ga yaqin video borki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida ba'zilar masalan bir inqilobiy hikoyam bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan, YouTube'da tarqatmagan, WhatsApp'da tarqatgan. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushunda izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglaydi deganni bossanglar, butun shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ammo aslida bu boshqa masalan eng hozirgacha en ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temalarım bor. Demakki, bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Undan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uni yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni ochsangizlar boshpatda ko'ra olasiz bu yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qolay bo'lishi uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.